Salom do'stlar. Bu bot 31-mayda listing bo'ladi. Bir boshdan ko'rib chiqsak. Bunda levellar mavjud do'stlar. Mana men 222-leveldaman. Kaliso men ishlatib qo'yganman bularda. Bizga asosiysi mana bu. Hozir aytaman. Bizda listing bo'ladigan narsa airdropga kiramiz mana. My ticket menda 7594 ta ticket bor. Shu airdrop bo'ladi. Ticketlar airdrop bo'ladi. Nima qarang. Bu yerda magazin bor do'stlar. Bu yerda ticketlarni olsak bo'ladi magazindan. Keyin orужиеda biz qurollarni sotib olamiz do'stlar. Kuchaytirib olamiz. Mana ikkinchi qurolni sotib olganman. Birinchisidan ikkinchisiga o'tganman. Hozir 80-leveldaman. 100-levelga o'tsam mana bu bo'lim ochiladi. Yana ham kuchliroq bo'ladi. Keyin kunlik bonus bor. Har kunlik bonuslarni olib borish kerak. Bunda ham qurol oxirgi kunda mana 30-kuni bizga qurol beradi yangi tekinga. Hop. Rozigrish bor keyin do'stlar bunda. Mana har xil rozigrishlar bor. Undan tashqari mana bu yerda USDT yutib olish mumkin do'stlar. Faqat o'rin olish kerak mana. Mana menda qancha bor? Ball 56955 ta ballim bor ekan. Hozir ko'ramiz nechinchi o'rinda ekanman. 87-o'rinda ekanman. Menga 4 USDT berishi mumkin ekan. Buni qachon olamiz? 31-may kuni olamiz do'stlar. 31-may kuni listing bo'ladi va bizga airdrop bo'ladi va bizga shu nechinchi o'rinda bo'lsak shunga mos USDT'lar beradi. Birinchi o'rindagi hozir qancha olib ko'ramiz. Birinchi o'rinda bo'lgan odam 919 USDT olar ekan do'stlar. Shoshilamiz do'stlar. Oz vaqt qoldi. 12 kun qoldi. Bor yo'g'i. Levelni qanday qilib ko'taramiz desanglar, biz startni bosamiz. Mana menda tugadi. Shuning uchun sotib olaman 50 taga. Sotib oldim. Mana sotib oldim. Endi o'ynasam bo'ladi. Bunda energiya mavjud do'stlar. Energiya tugasa sotib olib ishlatsa bo'ladi. Buni almazlar orqali sotib olsa bo'ladi do'stlar. Mana oddiy o'yin. Shu o'yinda levelni ko'tarib o'ynash kerak do'stlar. Oddiy o'yin. Bunda har xil nimalar bor. O'zim kripto valyutalari bor, ichki valyutalar bor. O'sha ichki valyutalarni beradi. Bundan tashqari PP, Bonk va yutqazgandan keyin ikkinchi marta o'ynash uchun ruxsat beradi. Uncha reklama ko'rishimiz kerak. Mana o'tkazib yuboramiz.
har bir levelda qiyinlashib boraveradi bu. Shuning uchun bizga yangi qurollar kerak bo'ladi. Qurollarimiz kuchliroq bo'lsa, yutishimiz osonroq bo'ladi. Hozir yana yutqizib qo'yishim mumkin, chunki men qurolim kuchi yetmayapti endi. Yangi qurol olishim kerak. Ko'rdingizlarmi? Уже yetmayapti kuchi. Zato mana bu nimalarni yig'ib oldim. Shunday qilib ko'paytirib boramiz. Mana listing bo'lmasdan turib ham yechib olsak bo'ladi. Menda PP'dan 382 ming bor ekan. 1 million bo'lganda bemalol yechib olsam bo'ladi kosherogimga. Kosherogga yechib olsak bo'ladi. Mana qayerga yechsak bo'ladi? Mana Binance'ga yechsak bo'ladi. Bybitga yechsak bo'ladi. OKXga yechsak bo'ladi va Ton kosherogga yechsak bo'ladi do'stlar. Kimda qaysi bo'lsa o'shani ulab qo'yaman. Menda Binance bilan Ton kosherogim bor. O'shanga yechsam bo'ladi do'stlar. Yana nimalar bor bu yerda? Referallar chaqirsanglar, ular ham aktivligiga qarab mana bu yerda nimalar beradi. Qaranglar, USDT, mana bu almaz yutib olishlari mumkin. Nimalarga qarabdi? Aktivligiga qarab. Do'stlaringizni aktivlashtirsanglar o'zlaringizga yaxshi do'stlar. Keyin yana nima? Har bir 5 ta levelga oshgan payt sizlarga mana bu yerda qo'shimcha yutib olishlari mumkin. Mana shu tiketlarni yutib olishlari mumkin. Yana PP, almaz yutib olishlari mumkin. Ichki valyutasini yutib olishlari mumkin. Ichki valyutani faqat qurol sotib olish uchun ishlatsangiz bo'ladi do'stlar. Har bir 5 levelga oshgan payt, levellaringni 5 levelga oshirgan paytlaring shunday bo'ladi do'stlar. Botdan qisqacha ma'lumot shundan iborat bo'ldi do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.